Do'konimizga yangicha ko'rinishda bo'lgan talakari mashinamizni olib kelib qo'yganmiz. Sifati yaxshi, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu o'yinchog'imizdan ko'rib turganingizdek, posbon kuchukchalar, qahramonlarga o'xshab ishlangan ko'rinishlari ikki xil ko'rinishiga bor. Qiz bolacha va o'g'il bolacha ko'rinishi bor. Sifati zo'r. Plastmassalari ham yorqin ishlangan. Qirrasi bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, mana balonlari ham o'rta tomoni rezinkali, yurgan paytda ovozi ancha yumshoq chiqadi. Tey tomondan ko'rsangiz bo'ladi. Tey tomonlari ham ancha, quymalari ham yaxshi ishlangan. Bolajonlar yiqilib ketmasligi uchun orqa tomonda himoya qoplamasi bor. Bu tomonga suyanib o'tirsa ham bo'ladi. Ichidagi o'yinchoqlar solib qo'yib, bagaj qismiga solib qo'yib o'ynasa ham bo'ladi. Sifati zo'r. Bu o'yinchog'imizda mana o'zini musiqalari bor. 15 xildan oshiq musiqasi bor. Baland-past qilib ishlatsa bo'ladi. Bu tomonida har xil ovozlar ham bor. Narxi 450 ming so'm. Do'konimizda kutib qolamiz.